Ruslarda bitta gap bor. Если у тебя есть цель, пока не достигаешь его, скрой за любой ценность, говорит. Endi to'g'rilab ketasizlar agar mabodo adashib ketgan bo'lsa. Agar inson agar o'zini maqsadlarini biror kimga aytsa, shunaqangi teoriya bor, bu isbotlangan fanda. Har to'lqinlanib aytganingizda ichingizdan bor vujudingizdan o'sha energiya chiqib ketar ekan. 2-3 marta to'lqinlanib aytasizlar, miya impuls berar ekan organlarga уже. Cel достигнута, ya'ni уже maqsadlar qabulindi, amalga oshib bo'ldi degan signal berar ekan. O'sha signal paydo bo'lgandan keyin bo'ldi, qo'lingiz ishdan qo'yiladi, bo'ldi, qilmaysiz. Shunchaki bilib oling. Ko'p insonlarga maqsadlaringizni aytib bergansiz-ku, o'shani bir eslab ko'ring-da. O'sha payti maqsadlaringizni aytasizda, keyin ishoning, yarim yildan keyin eslab qolasiz. Men bunaqa maqsad qildim. Chunki shunaqa effekt bor. Buni fanda isbotlangan narsa, rost aytib ketyapman. Kimgadir foydali bo'lsa, ulashib qo'yasizlar videoni. Shunchaki aytmanglar, mana shu yerda qolsin sir, mana bu yerda qolish kerak. Sir, energiya bilan. O'zingizlarga ham aytmanglar sirlarni. O'zingizlarga ham aytmanglar.